mumkin deymi? Bo'ladi. Osh qoshiq. Bir osh qoshiq. Hozir ketdimi? Barg o'simligini bir qoshiqdan olinadi. Bir osh qoshiqdan olinadi. Hozir bitta repetitsiya qilib olaylik. Assalomu alaykum, hurmatli Sof tibbiyot kanali kuzatuvchilari. Biz aynan ko'plab obunachilarimizning talab va istaklariga binoan gepatitlarga to'xtalishga qaror qildik. Ya'ni gepatitlarni biz 3 bosqichda ko'rib chiqamiz. Birinchi bosqich o'zi gepatit nima? Ya'ni uning infeksion va noinfeksion turlarini ko'rib chiqamiz. Ikkinchisi, uni qanday davolash mumkin? Zamonaviy tibbiyot bu kasallikni davolashga qodirmi yoki yo'q? Va aynan xalq tabobati qanday yordam bera oladi? Bu masalada alohida to'xtalib o'tamiz. To'g'ri javob, chet elliklar uchun bizi bobokalonlarimiz legenda. Biz uchun Nexi 2 legenda. Gepatit o'zi nima? Gepatit bu aynan gepatatsit hujayrasini yallig'lanishi hisoblanadi va u ikki turga bo'linadi. Birinchisi infeksion, ikkinchisi noinfeksion. Infeksion turlarini hammamiz bilamiz. Gepatit A, gepatit B, gepatit C deb baholaymiz. Ikkinchisi esa bu gepatitni o'zi, ya'ni oddiy kimdir bu ko'p ichgan paytida, ya'ni alkogol mahsulotlarini suiiste'mol qilganda jigar hujayrasi yallig'lanib qoladi. Bu esa gepatitni ma'lum bir soatlarga yoki kunlarga chaqirishi mumkin. Bu narsa surunkali tarzda davom etadigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri alkogolizmdan sirrozga olib keladi. Sirroz esa aynan gepatatsit hujayrasini o'lib, o'rnida biriktiruvchi hujayra paydo bo'lishidir. Endi esa gepatitni infeksion turiga to'xtalamiz. Gepatitni A turi bu Botkin kasalligi deyiladi va u iflos qo'llar orqali yuqadi. Shuning uchun ham u iflos qo'llar kasalligi deyiladi. Undan tashqari infeksion turlarini og'iz orqali yuqmaydigan, ya'ni qondan qonga kontakt orqali yuqadigan turlari B va C turlari mavjud. Bular operatsiyadan yoki stomatologik jarayonlardan yoki qanaqadir qon quyilgan paytlarda yuqishi mumkin. Shuning uchun ushbu turlarni davolash nisbatan sekinroq va qiyinroq bo'ladi. Gepatit B ni hozirgi zamonaviy tibbiyotda qanday davolanishini ko'rib chiqamiz. Gepatit B ni to'liq davolash mumkin. Chunki hozirgi zamon tibbiyoti aynan gepatoprotektorlar, ya'ni jigarni himoyalovchi vositalar va virusga qarshi vositalar bilan gepatit B ni to'liq davolashi mumkin va gepatit C ni ham davolash mumkin. Lekin gepatit B dan qutulish uchun eski adabiyotlarda 13-14 yil, ba'zi bir adabiyotlarda esa 3-4 yil deb aytilgan. Va gepatit B va C ni qanday qilib xalq tabobati bilan davolash mumkin? Bu faqatgina yordamchi usul hisoblanadi. Ya'ni xalq tabobatidagi o'simliklar va boshqa preparatlar yordamchi usul jigarni himoyalashga qaratilgan. Lekin asosiy usul viruslarga qarshi preparatlar hisoblanadi va bu zamonaviy tibbiyotda mavjud. Viruslarga qarshi preparatlar bilan birgalikda xalq tabobati qo'llanilganda samara tezroq va yana ham yaxshiroq natija beradi. Videomizni ko'p cho'zmasdan eng samarali bo'lgan gepatit B va C ni xalq tabobati usulida davolash mumkin bo'lgan damlamani tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun bir osh qoshiq miqdorda tsikori, ya'ni sachratqi o'simligining ildizi, bir osh qoshiq miqdorda dala qirqbog'imi, ya'ni xvosh polivoy va bir osh qoshiq miqdorda ziviraboy, ya'ni dalachoy o'simligi kerak bo'ladi. Va ushbu aralashmani 3 osh qoshig'ini yarim litr suvga damlanadi. Damlama 1 soat davomida qoldiriladi. Buni albatta yozib oling va uyda qilishingiz mumkin. Endi buni 1 soat davomida qoldirgandan keyin ertalab va kechqurun och qorinda 1 stakandan iste'mol qilinadi. Bu narsa gepatatsit hujayralarini tiklanishiga yordam beradi. Ayniqsa xvosh polivoy, ya'ni dala qirqbog'imi o't haydalishini ta'minlab beradi. Tsikori esa, ya'ni sachratqi o'simligi esa o'zining viruslarga qarshi funksiyasini bajaradi. Bu bilan ham jigaringiz tozalanadi, ham viruslarga qarshi samarali kurash bo'ladi. Shuning uchun bu retsept butun Yevrosiyoda keng qo'llaniladi va ko'plab dorilar tarkibida aynan shu o'simlik preparatlaridan foydalaniladi. Bundan tashqari gepatit B va C ga chalingan bemorlarimiz uchun eng yaxshi mahsulotlar bu vitamin do'konlarida sotiladigan litsitin hisoblanadi. Litsitin bu fosfodil serin va u jigarni glikofosfatlar bilan ta'minlaydi. Glikofosfatlar bu juda ham yaxshi modda. Ya'ni jigarimizni hujayralarini qobig'ini qayta tiklanishi uchun kerakli bo'lgan modda hisoblanadi.
ko'pchilik biladigan geptiral moddasi ham, ya'ni geptiral ukoli, bu jigar xastaligi bilan chalingan odamlar buni yaxshi biladi. Ushbu modda tarkibi ham aynan fosfodilserin asosida qurilgan va u fosfolipidlardan iborat. Shuning uchun bu narsani tabiiy ravishda siz litsitindan olishingiz mumkin. Spesifik va nospesifik, ya'ni infeksion yoki infeksion bo'lmagan gepatitlarni davolash uchun eng zo'r retseptlarni ikkitasini kommentariyda yozib qoldirdik. Va ushbu retseptlar asosida siz o'zingizga juda ham yaxshi damlamalar tayyorlab, jigaringizni tozalashingiz mumkin. Yana eng muhim narsani aytaman, kommentariyda yozilgan retseptlar orasida makkajo'xori popugi bilan mingbarg o'simligi va zolotoy uz, ya'ni oltin uz o'simligi bilan tayyorlanadigan retseptlar bor. Bularga alohida e'tibor bering. Va o'simliklarni topishda ularni qachon yig'ilganligiga ham e'tibor qaratishingizni so'rab qolaman. Bizni Tojikistondan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan va O'zbekistonni o'zidan hamda dunyoni istalgan nuqtasidan kuzatayotgan obunachilarimiz juda ham qadrli. Sizlarning sog'ligingiz esa undan ham qadrlidir. Sog'ligingizga e'tibor bering. Sog'lik eng yaqin do'stingizdir. Sog'ligingizni qadrlagan holatda Instagram va YouTube sahifalarimizga obuna bo'ling. Bu bilan siz nafaqat bizni rivojlanishimizga, balki ko'plab insonlarning salomatligini saqlanishiga yordam berasiz. Va kommentariyada o'z xulosangizni yozib qoldiring. Bu biz uchun juda ham muhim.